Siz arzon deb o'ylagan nержавейка aslida qimmatga tushadi. Nega bunaqa deganim, hozir raqamlar bilan tushuntirib beraman. Deylik, siz mana shu moykani 1 200 ming so'mga oldingiz. Xizmat qilish muddati esa 2 yildan 3 yilgacha. 2 yil 3 yilda siz yana yangisini olishingiz to'g'ri keladi. Bu esa sizga 2 400 ming so'm xarajat qilasiz degani. Undan tashqari plyus montaj ishlari ham bor. Bunisi esa siz 2 200 ming so'mga olishingiz mumkin edi. Xizmat qilish muddati esa 10 yildan 15 yilgacha. 3 yilda siz esa hech qanaqa pul sarflamaysiz, hech qanaqa muammo chiqarmaydi. Birgina 2 200 ming so'm xarajat qilib, uzoq yil xizmat qiladi. Endi nimaga bular bunaqa ekanligini xos tushuntirib beraman. Xo'p, bu 201-marka. Siz buni arzonga olishingiz mumkin, lekin 3 yilda 2 barobar ko'p xarajat qilasiz. Bu esa 430-marka nержавейкаdan qilingan moyka. Buni bir marta olasiz, shu bilan 10-15 yil xotirjam xizmat qiladi. Endi sizga qaysi biri kerak? Hozir arzon sotib olib, 3 yilda 2 barobar xarajatga tushishmi yoki bir marta sotib olib 10-15 yil xotirjam ishlatishmi? Siz ham biznesingizga qaysi markadagi nержавейка mahsulotlari to'g'ri kelishini bilmayotgan bo'lsangiz, Faiz nержавейкаga murojaat qiling. O'zimiz sizga eng ma'qulini tanlab beramiz.